Assalomu alaykum, hurmatli bizning prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Men sizga televideniyega chiqishimdan maqsad 2025-yil 10-noyabr kuni oqshom kech soat 5-6 larda Samarqand shahri, Payariq tumani, Chelik shahrida, Chelik sentr bozorining yonida Norboyev Shahzod mening ukamni 3 kishi zo'ravonlar urib koma holatiga tashlab ketadi. Ukamning koma holatini eshitgan holda men Qo'chqar va Nigina ukamni Samarqand shahridagi Havasi banitsasiga olib boraman. Havasi banitsasiga olib borib, ukam koma holatida ekan, Havasi banitsasida ukam bosh miyasi, ko'zi, oyoqlari lat yegani uchun ukamni operatsiyaga oladi. Ukamni holati og'ir, lekin haligacha hanuz ukamni urgan 3 ta Shahiddinovlar oilasi zo'ravonlar ochiqlikda yurilibdi. Biz ukamni holatini o'rgangandan keyin ukamni urilgan o'lim holatigacha olib kelingan bu jarayonni eshitib o'rgangan holda biz tergovchiga boramiz. Bizning Chelak Payariq tumanidagi tergovchi Aslam degan tergovchiga boramiz onam bilan. Aslamga borib onam hurmat yuzasidan o'g'lim meni o'g'limni shunday qiladi. Nima uchun siz ish olib bormayapsiz? 15 kun bo'lib ketdi mening bolamni shu zo'ravonlar urib tashlab ketganiga. Nima uchun zo'ravonlar ko'chada yuribdi, ochiqlikda yuribdi? Qaysi qonun qoida uchun ochiqlikda yuribdi? Nima uchun siz qarab o'tiribsiz deb onam tergovchi Aslanovga dardini to'kib sochsa, tergovchi Aslam onamni behurmat qilib, bu ishni men ko'raman. Bu ishni oqlovchisi ham men, qoralovchisi ham men. Sizni bolangiz yigitchilikda bo'ladi-da, sizni o'g'lingiz yaxshi bo'lib ketadi. Vohima qilmang deb qo'llari bilan imo ishora qilgan holda onamni behurmat qilib, chiqib keting, meni boshimni og'ritmang, meni boshimni qotirmang. Kimga borsangiz boring. Amerikadan advokat olib kelmaysizmi? Xitoydan advokat olib kelmaysizmi deb bizni, men va onamni behurmat qilib chiqarib yuboradi. Bizning murojaatimiz shuki, nima uchun qonun adolat topmayapti? Nima uchun zo'ravonlar ochiqlikda yuryapti? Meni ukam Norboyev Shahzodning 2 nafar farzandi bor. Bittasi 1 yosh, bittasi 2 yosh. Sizdan iltimos qilib so'raymiz, bu adolatni joyiga qonuniy, zo'ravonlar uchun qonuniy jazo ko'rishingizni xohlaymiz. Zo'ravonlarning ismi Shahiddinovlar oilasi bo'lib, Shahriyor Shahzod Erkin. Iltimos qilib so'rayman sizdan, yolvorib so'rayman, bizning boshimiz dardimizni eshituvchi